Ayni vaqtda jamiyatimizning turli sohalarida xotin-qizlarning faolligi oshmoqda. Mazkur jarayon sport sohasini ham qamrab olyapti. Bu jihatlarni kuni kecha Termiz shahrida futbol bo'yicha Superliganing Surxon-Sho'rtan uchrashuvida ham ko'rishimiz mumkin. Mazkur uchrashuvda ayol hakamlarimiz o'z vazifalarini sidqidildan ado etib, o'yinning odilona o'tishini ta'minladi. Hozir shu haqida. Ma'lumki, bugungi kunda xotin-qizlar mamlakatimizning turli jabhalarida faoliyat yuritib, o'zlarining yaratuvchanligi bilan taraqqiyotimizga munosib hissalarini qo'shmoqdalar. Albatta, bu tizimli ishlarning kengayishida respublikamizda yaratilayotgan sharoitlar qulay muhit mevasi deyish mumkin. Aytish kerakki, bu o'zgarishlar sport sohasini ham qamrab olyapti. Birgina O'zbekiston Superligasida ayol hakamlar faoliyati ham tobora kengayib, milliy futbolimizda tenglik va zamonaviy professionalizm sari muhim qadamlar qo'yilayotganligini ko'rsatmoqda. Bu jarayon nafaqat stadionlardagi bahslarda, balki butun jamoatchilik ongida katta o'zgarishni boshlab berdi. Kristina Sereda, Zilola Rahmatova, Gulshoda Saidqulova va Dildora Rustamova kabi hakamlar Superliga bahslarida faol ishtirok etib, ayollarning sportdagi roli oshib borayotganligini yana bir bor ifodalamoqda. Ular har bir uchrashuvda o'z ishini yuksak mas'uliyat va xolislik bilan bajarib, nafaqat ayol hakamlar uchun, balki butun yosh avlod uchun namunaga aylanmoqda. Termiz shahrida O'zbekiston Superligasi 28-turdan o'rin olgan Surxon hamda Sho'rtan uchrashuvida hakamlik qilgan ayollar o'yinni odilona olib borilishiga munosib hissa qo'shdi. Superligada birinchi marta menga ishonib o'yin topshirishdi. Men bundan xursandman. Ishonchlarini oqlashga harakat qildim. Ikkita komanda ham birinchi bo'limda yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Ikkinchi bo'lim sal yengilroq bo'ldi. Unchalik og'ir kechmadi men uchun. Men uchun unday hayajonli bo'lgani yo'q, chunki men FIFA hakami bo'lganimda chet davlatlarga musobaqaga borganman. Xuddi o'sha bosimni tasavvur qildim. Turlar o'tgandan keyin hakamlar markaz tomonidan Zoom debriefing o'tadi. O'shanda bizning xatolarimizni har keyin bizga rekomendatsiyalar berishadi. Men buni o'zim uchun to'g'ri qabul qilaman, chunki o'sha xatolarimni o'rgansam, men kelajakda yana xato qilmasdan o'yinlarga hakamlik qilishga men uchun osonroq bo'ladi. Bizga ishonib Superligadan o'yin bergani uchun biz ishonchni oqlashga harakat qilamiz. Kelajakda ayol hakamlarimiz ham yonma-yon erkak hakamlar bilan Superligada ishlaydi degan umiddaman. Albatta o'yin juda ham shiddatli o'tdi. Biz bunaqa o'yin kutmagandik. Vaziyatlar har qanaqa bo'ldi. Men ko'proq ayollar Oliy ligasida sudyalik qilganman, hakamlik olib borganman. Superligada o'g'il bolalarning o'yinini o'tkazish umuman boshqa atmosfera ekan. U yoqda juda ham ko'p kurash hamda boshqacha hissiyotlar bor. Bugungi uchrashuv bu ilk bori erkaklar o'rtasidagi. Bu keyingi o'yinlarga ham tayyorlanish uchun, balki Superligada keyingi o'yinlarni o'tkazish uchun juda ham muhim tajriba bo'ldi. Atmosfera juda ham zo'r, muxlislar bilan o'yindagi shiddat hammasi bizga keyingi o'yinlarga tayyorlanish uchun yaxshi tajriba bo'ldi. Keyingi rejalar xudo xohlasa davomiy bo'lishi, Superliga yana ham ayollar Superligada ko'proq ishlashini xohlardik va biz uchun juda ham katta tajriba. Balki O'zbekistonda xalqaro uchrashuvlarda ham biz uchun eng yaxshi tajriba bo'ladi. Albatta, uchrashuvni tomosha qilish uchun Surxon arenasiga tashrif buyurgan 4000 ga yaqin muxlislar futbolchilarning harakati bilan birga ayol hakamlarning nazoratini kuzatib bordilar. O'zbekiston Superligasining 28-turidan o'rin olgan Surxon-Sho'rtan uchrashuvi 1-0 hisobida Surxonning g'alabasi bilan yakunlandi. Aytish kerakki, 2025-yil mavsumi tarixiy bo'lmoqda. Ilk bor ayol hakamlar yordamchi hakam sifatida erkaklar o'rtasidagi uchrashuvlarda ish boshladi. Bu nafaqat milliy chempionatimizda tenglik g'oyasining amaliy ifodasi, balki ayollar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochgan voqea bo'ldi. Bunday yangiliklar nafaqat o'yinlarda adolat tamoyillarini mustahkamlaydi, balki jamiyatda ayollarning jismoniy va ma'naviy salohiyatiga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi. Eng muhimi, bu tendensiya kelajakda yanada ko'proq qizlarni sport hayotiga jalb etishga turtki bo'ladi. O'zbekiston futbolida ayol hakamlar faoliyati bu shunchaki bir ilmiy yoki texnik qaror emas, balki tenglik, mehnat va iqtidorning zafaridir.